Bugun dunyoda 35 ta shifoxona aynan ro'za uslubi bilan davolashni yo'lga qo'ygan. Biz tongga qadar yemoq ichmoqni to'xtatsak, ular quyosh chiqquniga qadar vaqt belgilaydi va quyosh botguniga qadar. Va mana shu oralig'da ochlik bilan davolashni yo'lga qo'ygan. Ular bu ochlikni sog'lik uchun qilsalar, biz mo'min musulmonlar buni biz ibodat deb ado etamiz. Zimmamizdagi burchimiz, Allohning buyurgan farzi deb ado etamiz. Avvalambor bizning e'tiqodimiz bu ibodatni ado etishda shunday e'tiqod. Qolaversa buni tahlil qilsak, zamirida ulkan hikmatlar, ulkan foyda manfaatlarni borligini anglab yetamiz. Alloh taolo oyati karimada ya ayyuhallazina amanu, ey menga iymon keltirganlar